70 oygacha bo'lib to'lash. Muhim sharti boshlang'ich 15% ni to'lang, keyin qolgan summani 70 oygacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Ushbu majmuamiz shahar markazida, Gelion hududida qurilyapti va mutlaq pishig'ishdan 7 qavatli bo'lib, xudo xolasa 2028-yilning oxirida topshiramiz va 29-yilda esa kadastrini chiqarib beramiz. Bu narsani har bittasini siz bilan kelishib olamiz. To'lov shartlari, topshirish muddatlari, qay holatda topshirish muddati va qay holatda topshirishni hammasi siz bilan kelishib olgandan keyin xudo xolasa siz bilan ishni boshlaymiz. Agar sizga yanada batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol ofisimizga kelishingiz mumkin va ungacha men sizga yanada batafsilroq ma'lumot tushuntirib beraman. Xo'p, ushbu maketda ko'p turganingizdek, umumiy hisobda 3 ta blok, 6 ta pod'ezd tushadi. Bularning hammasida o'zining lifti bor, solunchli panellari bor va har atrofida domla krugovoy mashina qo'yadigan parkovочный mashinalari bor. Ushbu kompleksimiz shahar markazida joylashgan va hamma sharoitlari bor. Maktab deysizmi, klinika deysizmi, supermarket deysizmi, apteka deysizmi, mashina salon deysizmi, bozor deysizmi, xohlasangiz aylanishga bog', park deysizmi, hammasi borda. Hech narsa kerak emas sizga. Siz nima qilishingiz kerak? Agar 70 oyga olmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich 15% ni to'laysiz, qolganini 70 oygacha bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. O'zingizga qulay. Ya'ni-da tasavvur qiling, 15% boshlang'ich to'lov to'laysiz bor yo'g'i. Oylik to'lovni Samarqand tumanidagi oylik to'lov qancha bo'lsa, o'shancha oylik to'lovni to'laysiz. Shahar markazining oylik to'lovi nisbatan balandroq bo'ladi, shahar tumanga nisbatan. Lekin-da bor 15% to'laysiz va qolgan oylik to'lovni Samarqand tumanining oylik to'lovi qanday bo'lsa, xuddi shunday to'laysiz. O'zingizni qulayligingiz uchun. Hozirda shu holatda ham farqlab ko'rdik, ya'ni 60 oy qayerda, 70 oy qayerda. Ikkalasining farqi kamida 2-3 million raznicasi bilan bo'laydi. Ya'ni 2-3 million farqi bilan bo'layapti. Buni oylik to'lov bilan, buni oylik to'lov. Sizga qaysi qulay? 70 oymi, 60 oymi? Ikkalasini qilib beramiz, farqi yo'q. Xo'p, majmuamiz haqida yana bundan ham ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ofisga keling. YouTube'da, ijtimoiy tarmoqlarda yoritib bergan ma'lumotlarimiz faqat shu. Agar sizga ushbu xonadonimiz ma'qul bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol batafsil ma'lumotlar olsangiz bo'ladi.